Qashqadaryo suv ta'minotiga kelganmiz. Bugun bu yerda matbuot anjumani bo'lib o'tadi. Qashqadaryo suv ta'minoti rahbari bloger jurnalistlar bilan uchrashib, ularning savoliga javob beradi. Bekzod aka, assalomu alaykum. Tanimaganlar uchun Bekzod aka Qashqadaryo suv ta'minoti rahbari bo'lib ishlaydilar. Aka, sizga bitta savolim bor. Qashqadaryoda bir tonna ichimlik suvni narxi qancha hozirgi kunda? Umid aka, avvalo rahmat. Bugungi kunda Qashqadaryo viloyatida 1 kubometr ichimlik suvimiz yoki 1000 litr ichimlik suvimiz 2,5 ming so'm tashkil qiladi. Bekzod aka, yana bitta savolim bor. Qashqadaryoda yashaydigan aholini ichimlik suvidan plus davlat tashkilotlarining ichimlik suvidan qancha qarzi bor? Yetkazib berilgan ichimlik va ovqat suv xizmatlari uchun 68 milliard debitor qarzdorligimiz mavjud. Shundan 64 milliardi aholi iste'molchilarining qarzdorligi, 4 milliardi yuridik va byudjet tashkilotlarining qarzdorligi. O'zi davlat tashkilotlari aholiga o'rnak bo'lib, qarzini vaqtida to'lab qo'yish kerak-da. Shu qarzi bor davlat tashkilotlarining nomi bilan ayta olasiz? Aniqlik kiritishimiz kerak. Qarzdorligi mavjud yuridik tashkilotlarimizni ro'yxatini qo'shimcha beramiz. Bekzod aka, sizga rahmat. Sizdan ma'lumotlarni olamiz. O'sha qaysi davlat tashkilotlarini ichimlik suvidan qarzi borligini pastda yozib qoldiramiz. Davlat tashkilotlari ham, hattoki aholi ham ichimlik suvini vaqtida to'laydigan bo'lsa, sizlarni xizmat ko'rsatishingiz ham shuncha yuqori sifatli bo'ladi, to'g'rimi? Albatta.